Bugungi klubda to'g'risi juda ham xursand bo'ldim. Talabalarimizni mana shu transport sohasidagi ko'nikmalari, bilimlari, boshlang'ich bilimlari borligini va IELTS sertifikatiga ega bo'lgan talabalarimiz borligi mani to'g'risi juda ham quvontirdi. Men o'ylaymanki, biz birgalikda ushbu talaba yoshlar bilan O'zbekistonni transport sohasini rivojlanishiga, tranzit salohiyatini rivojlanishiga birgalikda harakat qilamiz va uddalashimizga ko'zim yetib turibdi. Chunki bolalarni, talabalar ko'zida olov bor, qiziqish bor. Agar harakat qilinadigan bo'lsa, biz tomonimizdan qo'llab-quvvatlanadi va bu klub talabalarga nima beradi? Birinchi navbatda xalqaro standartlar bo'yicha ishlashni o'rgatadi. Incoterms xalqaro yuk tashuvlari qonun-qoidalarini o'rgatadi. Hozirgi zamonaviy IT texnologiyalarni joriy qilish masalasi o'rganiladi. Time management masalasi, shu vaqtlarni boshqarish, project management, loyihalarni boshqarish masalalari bo'yicha real loyihalarda ishtirok etadi. Shunga ko'nikmalarni hozirdan olishadi.